Farg'ona shahrida USAID xalqaro tashkiloti hamkorligidagi gender tengligi va xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikni oldini olish mavzusida 2 kunlik trening mashg'ulotlari bo'lib o'tdi. Unda Oila va xotin-qizlar ilmiy tadqiqot instituti, viloyat xotin-qizlar tadbirkorlik markazi, viloyat ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazi, Xalq nuri nodavlat notijorat tashkiloti vakillari tomonidan tadbir ishtirokchilariga kerakli tavsiya va yo'l-yo'riqlar berildi. Bu treningda asosiy maqsadi biz gender tengligini ta'minlashda qanaqa muammolarimiz bor, qonunchilikni bajarishda biz qayerda oqsayapmiz. Mana shu narsalarda bugun biz gaplashib 2 kun davomida shu mutaxassislar bilan aniqlik kiritib olishimiz kerak. Gender stereotip degan narsani mahallalarda qanday qilib ishlashimizni, mana shu narsalarni hammasini tahlil qilib o'zimizga yo'l belgilab olishimiz kerak va bugungi mutaxassislar trener sifatida tayyorgarlik ko'ryapti. Nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari hududlardagi reabilitatsiya markazlarining xodimlari ishtirokida o'tkazilayotgan trening mashg'uloti davomida ishtirokchilarning bilim va tajribasi, darajasini baholash, mavzuga doir videoroliklar namoyishi, flip chartlar bilan ishlash, gender tengligini ta'minlash bo'yicha milliy qonunchilikning umumiy tavsiflari, keyslar bilan mini guruhlarda ishlash, gender tengligi bo'yicha xalqaro standartlarni ko'rib chiqish kabi zarur ma'lumotlar taqdimoti o'tkazildi. Bugungi seminarda men shunday taassurotlarni olyapmanki, kelgusida men o'z faoliyatimda har bitta shu mahalladagi oddiy shunaqangi gender tengligi bo'yicha shu oilalarda tazyiqlarga tushib qolgan ayollarni qanday u jarayondan olib chiqib ketish borasidagi tajribalarni olyapman. Ularda mutaxassislik bo'yicha ishsiz bo'lib qolganmi yoki bir hunari bor, lekin hunarini amalga oshira olmayapti. Oilada kelib chiqayotgan janjallar asosan shu yo'qchiliklardan kelib chiqadi. Shularda oiladagi o'sha bir moddiy o'zini ta'minlashiga yordam ko'rsatib, ularni bir tadbirkorlikka yo'naltirib yoki bir o'zini suygan sohasi tomonga yo'naltirib, shunaqangi yordamlar ko'rsatishdi. Bugungi trenerdan men juda ham katta bir tajriba sifatida o'zimga oldim. Viloyatimizda gender tengligi va zo'ravonlikning oldini olish bo'yicha faoliyat olib borayotgan mahalla vakillarining kelgusida mahalla faollarini o'qitish uchun trenerlar tayyorlash kursini tamomlagan 25 nafar tinglovchiga tashkilotchilar tomonidan sertifikatlar topshirilishi ko'zda tutilgan.